Ertalab uyg'onish uchun qo'ng'iroq jiringlaganda o'zingizga pichirlaysiz. Nimaga bunchalik erta qo'yibman? Tish yuvayotganingizda yana o'ylaysiz, sochimni oldirishim kerak yoki kerakmasmi? Uydan shoshilib chiqib ketayotib, kalitlarni topa olmaysiz va jahl bilan aytasiz: "Men hech narsani to'g'ri qila olmayman." Shunda qo'shningizning ko'zingiz tushadi. O'zimiz bilan gaplashib qolish ba'zida noqulay tuyulishi mumkin. Hatto ayrim odamlar buni ruhiy muammo belgisi sifatida ko'rishadi. Lekin psixologiya bo'yicha o'nlab yillik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zingiz bilan gaplashish mutlaqo odatiy hol. Aslida deyarli hamma odamlar har kuni qandaydir shaklda o'z-o'ziga murojaat qiladi. Xo'sh, nega biz o'zimiz bilan gaplashamiz? Va bu gaplarning mazmuni ahamiyatlimi? O'z-o'zi bilan gaplashish bu miyamizdagi ichki nutq, ya'ni fikrlarni ovozli yoki ichimizda so'zlash tarzida ifodalashdir. Bu shunchaki tasavvurlar yoki faktlarni yodga olishdan farq qiladi. Psixologlar buni hayotingizdagi vaziyatlarga qarata o'zingizga berilayotgan so'zlashuv deb ta'riflashadi. Masalan, basketbolda trening qilishim kerak degan fikr yoki bugun sport zal gavjum, ertaga boraman kabi kundalik fikrlar ham bunga kiradi. Kattalarda ko'pincha bu ichki jim nutq bo'ladi, lekin ba'zida ovoz chiqarib gapirish ham bunga kiradi. Bolaligimizda esa bunday nutqlar ko'proq baland ovozda bo'ladi. 1930-yillarda rus psixologi Lev Vygotsky shunday fikrlarni ilgari surgan. Bolalar kattalardan eshitgan gaplarni takrorlab, o'zlarini boshqarishni va his-tuyg'ularni nazorat qilishni o'rganishadi. Keyinchalik esa bu tashqi nutq ichki suhbatga aylanadi. Bu ichki nutq rejalashtirish, muammolarni hal qilish, kun davomida o'zimizni rag'batlantirishda katta yordam beradi. Lekin o'z-o'zi bilan gaplashishni ilmiy o'rganish juda qiyin. Chunki bu odatda avtomatik va bexabar tarzda sodir bo'ladigan jarayon. Shu sababli olimlar hali ham quyidagi savollarga aniq javob izlamoqda. Nega ba'zi odamlar boshqalarga qaraganda ko'proq o'z-o'zi bilan gaplashadi? Bunday gaplashishda miyamizning qaysi hududlari faollashadi? Oddiy muloqotdan qanday farqi bor? Ammo bitta narsa ma'lum. Bu ichki suhbatlarimiz kayfiyatimiz va ish unumdorligimizga katta ta'sir ko'rsatadi. Masalan, yo'naltiruvchi yoki rag'batlantiruvchi o'z-o'zi bilan gaplashish e'tiborimizni jamlashga, o'z-o'zimizga ishonch berishga va vazifalarni yaxshiroq bajarishga yordam beradi. Bir tadqiqotda kollej tennischilari mashg'ulotlarda o'zlariga yo'l-yo'riq berib gaplashish orqali diqqat va aniqlikni oshirishgani aniqlangan. Xuddi do'stimiz bilan gaplashib stressni kamaytirganimiz kabi o'zimizga murojaat qilish ham his-tuyg'ularimizni boshqarishda yordam beradi. Masofa qo'yib o'z-o'ziga gapirish. O'zimiz bilan begona odam bilan gaplashayotganday muloqot qilish usuli. Masalan, imtihonni zo'r topshiraman o'rniga "Sen bu imtihonga tayyormisan?" deyish. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu usul stressli vaziyatlarda, ya'ni yangi odamlar bilan tanishish yoki omma oldida nutq so'zlashda juda foydali. Lekin shuni unutmaslik kerakki, salbiy o'z-o'ziga gapirish zararli bo'lishi mumkin. O'zini vaqt-vaqt bilan tanqid qilish tabiiy, ammo bu odat haddan tashqari ko'p bo'lsa, ruhiy holatimiz yomonlashadi. Balog'atga yetganlar va bolalarda yuqori darajada salbiy o'z-o'ziga gapirish ko'pincha xavotir va depressiyani kuchayishiga olib keladi. Ko'p hollarda insonlar o'z muammolarida o'zlarini ayblab, bu fikrlarni qayta-qayta aylantirishadi va natijada depressiya kuchayadi. Shu sababli hozirda kognitiv xulq-atvor terapiyasi deb ataluvchi davolash usuli rivojlangan. Bu terapiya odamlarga salbiy fikr aylanishlarini aniqlab, ularni neytral yoki ijobiy fikrlarga almashtirish usullarini o'rgatadi. Vaqt o'tishi bilan bu vositalar insonning ruhiy holatini ancha yaxshilaydi. Shunday ekan, o'zingiz bilan gaplashib qolsangiz, iltimos, o'zingizga mehribon bo'ling. Chunki bu ichki ovoz sizni butun umr davomida hamroh bo'ladigan do'stingizdir.